Assalomu alaykum hurmatli qitmirlar. Mana bitta zakazga pulimiz tayyor bo'lyapti yana. 35lik, 40lik vipskada yasaliapti, yotiq holatda. Mana ramasi. Bu ham zakazga oldiga yana dababga bitta bo'lib qo'yilgan. Bu hali joylari bor mana buni. Shunday qo'yiladi past tomonlardan. Hozir sentrga olish holatida. Bayk bosib qo'yinglar. Nima deydi? 10 millionga hozir savdo qilingan. Judan 2 million so'm olingan. Ovdarib berib ko'rsatib beraman. Shunda pulni olishga kelishganmiz. Uni ham video qilib qo'yib beraman.